İşimizin devamı, hürmetli vatandaş. Bugünkü istağaç 2022 yıl 1. ayının 20. günü hürmetli vatandaş. Endiki mavzumunda öy imaret savdasıda pul qaytarılmadı. Çünkü halkıga görüstüdüğün təsirini mülkerleş qiyin. Mavzuda xabar 1. ayının 18. gün Manvi Tor betida e'lon qilindi. Xabar bunday başlandı. Çünkü Moliya Universiteti professori Xan Pul'in 14. günü munda ko'rsatdi. Pul qaytarılmaydigan to'lqin yetib keldi. 2022 yıl endi başlandı. 200 bin nefer öy egisi öyünün qarzını qaytarılmadı, öyden vazgeçti. 4 çoğun banka bularının üstüden arz qildi. Bu xil ahvolning makrolog iqtisodga ko'rsatadigan ta'siri nima? Çünkü taqobil turadigan tadbirlar yana nima? Bir nefer tordaş bu xabarning rost yolg'onligini so'raganda professor Xan Pul'in javob berib mundaq dedi. Bu xabar ichki xabar. 1. ayning 15. günü Xan Pul'in yana bir parça xabar yozib, Jingju shahrida bir nefer advokatning xabarini suratlik tunishtirib mundaq dedi. Pul qaytarolmaydigan öy xo'jaylarining soni ko'paymoqda. Advokatlar chaqiriq abat eyli dese qo'li titraydi. Yani bu deganlik nurg'un öy egilleri pul qaytarolmagandan keyin banka arz qiladi. Banka bu öy egilleriga advokatlarning xetini abatadi deganlikdir. Professor Xan Pul'in misol elib pul qaytarolmaslikning korkunçlu akıbetini tushundirdi. O mundaq dedi. Mesela sen 2 milyon yuan xarjlab bir öy setip aldın. Hazır bu öyning bahası 148 bin yuanga tushib qoldi. 148 bin yuanga tushib qoldimi yoki 148 bin yuan tuvallab ketdimi? Bu shu aniq emas, ashuna tushunsanlar bo'ladi endi, qardoshlar. 148 bin yuan tushib ketdi. 2 milyonlik qo'y. Sen dastlab qilib 60 bin yuan topshirganmi bo'lding yoki topshirgan eding. Sen dastlabda zakolat qilib 60 bin yuan topshirgan eding. Bu pul butunlay tugashdi degan gap. Undan keyin hozir Jungoda ishchi xizmatchilarni qisqartish boshlandi. Shuning bilan öyning qarzini qaytarish uzilib qoldi. Öyning qarzini qaytarish uzilib qolgandan keyin banka arz qilishga boshladi. Öyni qaytarib oldi. Bu öyni taxtay baho satmoqchi bo'ldi. Masalan, bu öyning bahosi hozir 140 bin yuan bo'lsa, banka bu öyni taxtay baho satmoqchi bo'lsa, en köp bo'lgan 112 bin yuanga sotadi. Undaqsa sen bankaning 140 bin yuan puliga qarz bo'lasan. Keyin sen yana 280 bin yuan qaytarishing kerak. Yana davomli qaytarishing kerak. Shunlashqa sen zakolat bergan 60 bin yuanni yo'q tutib qolmay, yana bankaga 280 bin yuanga qarz bo'lib qolasan. Banka sening ustingdan arz qilganlik uchun har xil, har shakllik advokatlarga pul topshirishga majbur bo'ladi. Öyning egisi. Öy egisi uchun aytganda bu ish bak echinishdir. Sen öyning qarzini qaytara olmading, lekin bu pulni qaytarishga majbur bo'lasan. Sening uyingni banka elib ketdi. Bu intayin qo'rqinchli bir vaqa.
Endi buningdagi masala har bir odamda endi iqtisodiy munosabatlarda aloqalarda bo'lib turadigan ish banki munosabatlari degan. Biroq hozirgi navbatda Jungoning iqtisodiy chekindi deyotgan bir tipik misol ekan vatandosh. Men sizga buni ko'rsatdim. 200 ming odam uyning qarzini qaytara olmagan gap, to'xtab qolgan gap, uyni elib ketgan gap, o'zi nada qoldi bu odamlar? Bu endi faqat navbatdagi Jungo iqtisodining Jungo iqtisodiyot faoliyat ko'rinishining bir qismi xolos vatandosh.